aytmoqchi bo'layotgan gapimiz, ayol kishi itoat qilsin, eriga itoat qilsin, erini jahlini chiqarmasin. Eriga sizga tegib nima ko'rdim bu hayotda demasin. Eng yomon gapi shu ayol kishini. Palonchiga tekkanimda meni zo'r olib yurardi degan gap, bu gap eng yomon gap azizlar. Erkak kishini juda ham qalbini og'ritadigan gap shu. Ayoldan shu gapni eshitishlik. Palonchiga tekkanimda palon mashinalarda yurardim, palondaqa uylarda yurardim, u bo'lardi, bu bo'lardi. U seni rizqing, ey ayol, eshit. U seni taqdiring, u Xudoning ishi u. Mana shu erkakka tegishing, shu uyda yashashing, shunaqa ovqat yeyishing, u Allohdan, u Xudoning taqdiriga rozi bo'lmaganlik hisoblanadi bu. Allohga bosh ko'tarish hisoblanadi. U erkak kishi oddiy bir sabab xolos. Shu erkak sababidan Xudo senga rizq beryapti. Xudo taqsim qilgan rizqqa norizolik bo'ladi. Boshqa aytayotganimda boshqacha bo'larmi lekin chet el olib yurardi meni. Boshqa aytayotganimda meni boshida ko'tarib yurardi deyishligi ayol kishining Allohning rizoi, qazoi qadariga rozi bo'lmaslik hisob. Xudoga shikoyat bo'ladi. Shu qattiq gunoh. Bunaqa deyishlikdan ayol kishi saqlansin. Qanoat qilsin, shikoyat qilmasin. Sizga tegib nima ko'rdim? Nima qilib qo'ydingiz menga? Nima qilib qo'ydingiz? Deydigan ayollar ham bor-da. Erini ko'ziga o'qrayib tikka qaramasin ayol kishi. Ayol kishi hech qachon eriga qovog'ini solmasin. Eriga yomon nazarda qarab qovoq solayotgan nazarini Alloh qiyomatda jahannam o'ti bilan to'lg'azadi. Alloh rozi bo'lmaydi. Alloh o'zini roziligini erini roziligiga bog'lab qo'ygan. Ayol kishi shuni yaxshi bilib olsin. Yaxshi bilsin shuni ayol kishi, Xudodan qo'rqsin. Bekorga payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom Isro kechasida jahannamni men aylanib ko'rdim. Jannatga qarasam, jannatga kirayotganlarda aksari kim? Faqirlar bo'ladi deganlar, kambag'al insonlar bo'ladi qarang. Jahannamga kirayotganlarda qarasam, ko'pi ayollar ekan. Chunki ayol kishi noshukur bo'lib qolar ekanda. Eriga itoatsizlik qilib qo'yar ekan, noshukur qilib shikoyat qilib eridan kimgadir shikoyat qilib qo'yar ekan. Hech qachon ayol kishi erini ayblarini ko'chaga chiqib, qayni otasi bo'ladimi, ya'ni o'zini onasi bo'ladimi? Kelin o'zini onasi. O'zini qayni singlisi bo'ladimi? O'zini qaynog'asi bo'ladimi? Hech qachon erini uyda bo'layotgan kamchilik aybini ko'chaga fosh qilmasin. Hech qachon. Bu ham